Assalomu alaykum akalar, bilasizlar so'raganlarga aka, bilasizlarimizni qator ko'rsatib bunaqa qilamak, oyoqlari sasnadan nimadan bo'lishini ko'rib boringlar aka. Yo'lda qilib, arzon qilib, chiroyli qilib beryapmiz akalar. Bular mana yangi bo'layotgan stollarimiz akalar. Keyin mana xizmatlarimiz ham bor. Eski stolni olib kelib bersa, chiroyli qilib, yangidek qilib, bir qator hamma yo'g'ini ko'rib, eski narsasini alishtirib, chiroyli qilib beramiz. Bular yangi bo'layotgan stollarimiz akalar. Bu oyoqlari o'rni urib sasna bo'ladi. Mana bo'layotgan stollarimiz akalar. Xudo xolasa bu ham tutib oldi, Qashqadaryoga ketadigan stolimiz. Bortlari. Ko'ryapsizlar aka, idealniy. Bu akril akalar usti nima deb ko'pchilik so'raydi, hali tim qoramasligi bu akril aka salafan mana akalar. Ko'ryapsizlar qanaqa tana bo'lib turadi. Xudo xolasa xizmat bo'lsa aytib orasizlar aka. Yo'lda qilib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz akalar. Ajoyib bo'ladi. Stollarimiz mana 160-320 korobkasi mana shu ikkita. Bittasi Tojikistonga, bittasi Qashqadaryoga. Shunaqa. Narada stolimiz endi bu eski stol, bir qator yangi qilib beryapmiz. Klientimiz olgan ekan, mana shuni yangilab bering deb kelib, chiroyli qilib mana o'sha ayollar qo'yilib bir qator bo'ladigan bo'lyapti. Ko'pchilik so'raydi, sizlarda hamma narsa bormi deb. Bor, akalar, bilyardga taalluqli hamma narsa bor. Tosh, kiya, xullas bilyardga nima kerak bo'lsa bor akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib, yo'lda qilib, xohlasanglar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar pochta qilib chiqaraveramiz akalar. Masalan, Toshkentda bo'lsa biz Andijondamiz, mashinadan pochta qilib beraveramiz akalar. Toshmi, kiyami, mel, nakaneshni, bilyardga tegishli hamma narsa bor akalar o'zimizda, xudo xolasa. Mayli, hammalarga rahmat.